يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzға sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Palestin azatlığı. Men bu yerdə muhim bir sualni o'ttirg'a qo'ymoqchiman. U bo'lsa-mu, Palestinni azod qilish masalasida islom ummatining vazifasi nimadan iborat? Yoki bu masalada Falastinliklar qilishga tegishli ayrim biror vazifa bormi? Bu hech ikkilanmasdan ochiq-oshkora qaror qilinib, bir taraf qilinishi zarur bo'lgan masaladir. Bu masala bir necha asosiy hukmlarni o'z ichiga olgan bo'lib, birinchisi, agar biz musulmon bo'lsak, bu yerda bilib olishga tegishli bir nuqta bor bo'lib, u bo'lsa-mu İslamni gavdilantirib turgan bir turkum islomning qimmat qarashlarini bilish. Masalan, millatchilik va irqchilik hargizmi islomdan va islomdagi biz ulug' biladigan ishlardan ustun emas. İslamning qimmat qarashida eng muhim deb qaralgan narsalarning tartibi nihoyat ro'shan bo'lib, islom ummatining ittifoqlashishi mana shuning qatoridandir. Bu nuqtani Qur'oni Karim bir qancha yerda takrorlagan. Xo'sh, asli Falastin ummatning qalbi edi. Ammo bugungi kunda bo'lsa, ummatning qalbiga xanjar sanjildi. To'g'ri. Biz bir ummat, lekin farqli yurtlar, o'xshamaydigan kimliklar bilan shakllanganmiz. Bundaq bo'lganken, islom hargizmi bizga İslamның birlik ruhi qarşı bo'lmagan vatan tavalliki va nasabga bag'inishni harom qilmaydi. Masalan, Abu Zar al-Ghaffari, Tufayl ibn Davsi, Hasan al-Basri, Damashqlik palonchi degandek. Mana bulardek katta olimlar va fazilatli sahobalarmu o'zlarining rayon ismi bilan atalgan. Shunglashqa bir kishini Falastinlik deb atishimizning xatosi yo'q. Hamda insonning o'zining musulmonligi va yoki ma'lum bir yurtga tava bo'lganligidan faxrlanishining hech qanday bir xatosi yo'q. Muhim bo'lgan ishlarni afzaliga ko'ra tartibga qo'yishdir. Buningga asosan deyalaymiz-ki, Falastin masalasi hammamizning mas'uliyatidir. Islom ummati xuddi bir tandak bir ummatdir. Agar bu tanda bir a'zo kasallik tortsa, bütün beden uyqusizlik va qizitish bilan rohatsiz bo'ladi. Shuning uchun bu masala bizning muqaddas bilgan ishlarimizga chetiladigan masalaning jiddiyligi texmi oshadi. Asli Falastin bizning vaqf qilingan zaminimizdir. Masjid-i Aqsa bo'lsa, musulmonlar uchun muqaddas deb bilinadigan masjiddir. Shunglashqa Falastin va muqaddas bo'lgan Masjid-i Aqsa masalasi bizning bosh tortib bo'lolmaydigan mas'uliyatimizdir. Bo'libmi, bu masalada ish beshidagi liderlarimizning mas'uliyati nihoyat og'ir. Bu masalaga burundan ta bizning bugunimizgacha ish beshidagilar ega chiqib kelgan edi. Hozir to'limi afsus ish beshidagilar Falastinning qo'ldan ketishidagi asosli sababkorlardir. Texi bular bizni bir-birimiz bilan urushga selib, oyga chiqmas urush bilan mashg'ul qilib, Falastinni azod qilish fursatini qo'ldan ketkizdi va ummatni xoni vayron qilib, natijada ummatning kuchini ojizlashtirib, haq da'voyimizga to'salg'a olib keldi. Ikkinchisi, olimlarning mas'uliyati intayin og'ir. Olimlarning
xalqning ong saviyasini o'stirish va ularni harakatga keltirishda mas'uliyati bor edi. Afsuski, bugun bu mas'uliyatni tunib yetgan haqqoniy olimlar turmalarga tashlanyotidi va yoki o'ltirilyotidi. Ahvol bundoq bo'lgan ekan, asosliq va eng muhim mas'uliyat yanada xalqning ustida. Chunki xalqsiz lider va olimlar mavjud bo'la olmaydi. Xalq o'zini isloh qilishi, nafslarini poklashi, ummatning gullanishida rostchil bo'lib, taraqqiyot ishlariga to'hfa qo'shishi kerak. Har qaysi sohalarda planlar tuzib chiqib, tag'utlarga qarshi turishi va dushmanga chapankashlik qilishni qat'iy rad qilishi kerak. Bularning hammasini atrofliq o'rganish, ko'p o'qish, tafakkur ingini o'stirish bilan ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Bu ishlarning asli uli hamma ishda Allohga rostchil, samimiy bo'lish. Yuqorqi mas'uliyatlar umumiy mas'uliyat bo'lib, albatta bu yerda falastinliklarning xos mas'uliyati bor. Chunki ular bu jangda nayzining uchidir. Shunglashqa ularning mas'uliyati bo'lsa, hushyorlikni necha hassa oshirishi kerak. Men falastinlik bir yoshning tushkunlashishini, kayf safoga berilib, hayotga g'arq bo'lib ketishini qabul qila olmayman. Chunki bu boshqa insonlardan afu qilinsa-mu, bir falastinlik yoshdan afu qilinmaydi. Ey falastinlik yosh, bilamsan, yurting qo'ldan ketib boradi, tarixing yo'qotilyotidi. Shunglashqa falastinliklar mustaqillik ko'rishini qat'iy qo'llashi kerak. Mustaqillik harakatida ish beshidiklarning yanida bo'lishi, dushmanga bosh ekkan taslimiyatchi kishilarni rad qilish orqali mustaqillik ko'rishining bir parchasi bo'lishi, mustaqillik ko'rishida bir kishilik vazifasini ado qilishi shartdir. Shunga ulardan talab qilindiki, dushmanning eng ojiz nuqtasini tepib chiqishinglar kerak. Bu ojiz nuqtaga hujum qilishimiz lozim. Va yana dushmanning tilini bilish orqali dushman suiqastlarining oldini olishimiz kerak. Yana bir eng muhim nuqta, Falastin xalqi ichidagi xoinlarni tozalashi kerak. Chunki ular vatani qo'ldan ketayotsa, dushmanga yantayoq bo'lgan eng chong gunohkorlardir. Falastin xalqi ijtimoiy va iqtisodiy taraflardan yordamlashish bilan birga mustaqillik ko'rishining liderlari boshchiligida jihad bayrog'i ostiga to'planishi kerak. Taslim bo'lishni shaksiz rad qilishi kerak. Yuqorida umumiy va xos bo'lgan mas'uliyatlarni so'zlab o'tdik. Buningga asosan har bir kishi bu mas'uliyatlardagi rolining nima ekanligini bilib yetsin. والحمد والنعمة لك والعز لا شريك